Assalomu alaykum hurmatli video kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga NPS hisobotini to'g'ri yuborishni ko'rsatib o'taman. Demak, buning uchun birinchi navbatda biz istalgan kompyuter brauzeri orqali NPS deb qidirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, NPS deb qidiramiz va bu yerda mana Xalq bankini NPS sayti ochiladi. Ushbu saytga kirib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda sizdan kirish uchun, demak, kabinetga kirish uchun elektron raqamli imzo orqali tasdiqlashingizni so'raladi. Xo'p, endi bu yerda "Добавить reyestr" bo'limiga o'tamiz va bu yerdan "Добавить reyestr" tanlab olamiz. Xo'p, bu yerdan reyestrni tanlash uchun "Выбрать" giperhavolasi ustiga bosamiz va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin bir nechta, demak, reyestrlar mavjud. E'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zi birlarida ikkita to'lovni bitta qilib qo'yilgan. Misol uchun mana 24 va 25-yildagi to'lovlarni bitta qilib olgan. Shu to'lovlarni qanday qilib ajratib, shuni hisobotini yuborishni ko'rsatib o'taman. Demak, tanlaymiz. Vibretni bosamiz bu yerda. Xo'p, NPS hisobotida demak, to'langan oydan o'tgan oy. Misol uchun, may oyida to'lov tushgan. Lekin biz hisobotni aprel uchun yuborishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu narsaga e'tibor berishinglar kerak. Shuning uchun ham men nomer strokka o'zimda esimda qolishi uchun 04/2024 qilib raqam qo'yib oldim. Bu degani aprel 2024-yil. Xo'p, endi biz demak ishchilarni, xodimlarni qo'shib olishimiz kerak. Nechta xodim ishlagan? Deylik, bitta xodim ishlagan bizda. Xo'p, bu yerda ikkita to'lov topshiriqnomasi bitta bo'lib turibdi. Bittasini o'chirib olsak ham bo'ladi. Yonidagi keraksizini yonidagi mana "Удалить giperhavolani" ustiga bossak bo'ldi. O'chib ketadi o'zi. Xo'p, endi razmer vznosda demak 600 ming so'mni, demak 1% ni yozishimiz kerak bu yerda. 600 so'm. Xo'p. Demak, agar добровольный vznos bo'lsa, ya'ni aslida 600 ming so'm oylik olgani, lekin tushgan pul, misol uchun 700 so'm yoki 1000 so'm bo'lib tushgan bo'lsa, 600 so'mni razmer vznosga yozib, добровольныйga 400 so'mni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi, misol uchun. Xo'p, endi keyingi navbatda biz data reyestrda yozib qo'yishimiz kerak. Bu yerda 16.05.2024, ya'ni may oyini 16-sanasida pul tushgan. May oyini 16-sanasida pul tushgan. Отчетный periodda bo'lsa, bu yerdan biz aprelni tanlab olamiz. Eslatib o'taman yana bir bor. To'lov qilingan sanadan, demak, o'tgan oyda, misol uchun mayda to'lov qilinganda, aprel uchun hisobot tayyorlayapmiz. Muhim joyi shu. Aprel 2024 tanlab qo'yishimiz kerak. Сохранitni bosamiz bu yerda. Xo'p, ma'lumotlar muvaffaqiyatli saqlandi. Endi xo'p, bu yerda spisak strokka o'tib, bu yerdan biz "Добавить сотрудник" qilib olishimiz kerak. "Добавить сотрудникni bosaman. Bu yerda demak, ishchi ma'lumotlari mavjud bo'lmasa nima qilishimiz kerak deyiladi ko'p joyda. Agar sizda yangi korxona bo'lsa yoki yangi korxona bo'lib ham endi NPS hisobotlarini yuborib turgan bo'lsangiz, bu yerda anketa bo'limiga o'tib, birinchi navbatda siz nomer NPSdan xodimni JSHR raqamini terib, poisk qilib qo'shib olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda demak, bu yerdagi xo'p, demak, bu yerdagi mana сотрудникda chiqadi shunda ma'lumotlar. Сотрудникda yorliqcha qo'yib, "Добавить" qilib qo'shib olaman. X'ni bosib, hop, chiqaman. Spiskka o'tsam, mana o'zi chiqdi. Ism familiyalar bilan hammasi to'g'ri shakllandi. Razmer doxod. Oylik ish haqqisini yozaman o'sha oydagi. 600 ming so'm. Demak, mana 600 so'm chiqdi NPSga. Сохранitni bosamiz bu yerda. Xo'p, OKni bosamiz. Sizga misol tayyor yuqorida ko'rsatib qo'yilgan, mana 600 ming so'mga faktiskiy doxod qancha? 600 ming so'm bo'ldi. Общий summada 600 so'm, faktiskiyda ham 600 so'm. Yashil bo'ldimi? Demak, to'g'ri degani bu degani. Ma'lumotlarni shakllantirib bo'lgandan keyin, demak, yana bir bor "Redактировать reyestrga" o'tib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi mana. Demak, отчетный period to'g'ri qo'ydim. Sanalar hammasi to'g'ri, сотрудник to'g'ri, summa to'g'ri. Endi bo'ldi, все reyestrga o'tamiz bu yerdan.
Действует bo'limidan, demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, введен bo'lib turibdi. Buni biz утвердить qilishimiz kerak. Buning uchun действуй bo'limidan утвердить giperhavolasini ustiga bosamiz. OK deb bosamiz. Keyingi navbatda mana данные успешно сохранен. Bu yerda pechat qilib olishingiz ham mumkin yoki zakrit qilib qo'ysak, mana bu yerda barcha ma'lumotlar provizion bo'lib turibdi. Demak, shu bilan videoyimizga yakun yasaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.